Aslida koinotdagi hamma narsa doimo qayergadir harakatlanadi. Bu tartibsizlikda koordinatalaringizni qanday topish mumkin? Quyosh tizimimiz bu nafaqat o'rtasida ulkan quyosh va atrofida ajoyib sayyoralar. Uning bahaybat yoritilmagan burchaklari ham bor. Ular aorta buluti deyiladi. U yerda sayyoralarni yig'ishda kerak bo'lmay qolgan qoldiqlar bor. Har xil asteroidlar, kometa yadrolari, aorta buluti tugaydigan joyda quyosh tizimi ham tugaydi. Ma'lumki, biz koinot atrofida aylanamiz. Quyosh ham barcha sayyoralar bilan birga Somon yo'li galaktikasi markazi atrofida aylanadi. Endi yanada uzoqroqqa o'tamiz. Galaktikaning o'zi ham spiralga o'xshaydi. Uning har bir kamarida milliardlab yulduzlar bor. Biz bu yerdamiz, Orion kamarida. Ammo koinotda galaktika bitta emas. Uning qo'shnilari bor. Bizdan uncha uzoq bo'lmagan yerda Andromeda galaktikasi, uchburchak galaktika va yana 40 ta kichikroq galaktikalar. Hammamiz birgalikda sumbula to'plami ichida joylashgan mahalliy galaktikalar guruhidagi ko'rinmas tortishish markazi atrofida aylanamiz. U yanada kattaroq Lanakiya superklasteri tarkibiga kiradi. U ham ketbaliq to'plamining ulkan majmuasiga kiruvchi qismlardan biri. Charchamadingizmi? Unda uzoqroqqa uchib, tashqaridan qaraganda koinot qanday ko'rinishga egaligini aniqlash vaqti keldi. Mana u, voidlar deb ataluvchi galaktik iplar va bo'shliqlarning ulkan to'ri. Borliqni bitta rasm bilan tasvirlasa, u shunday ko'rinishga ega. Shunday qilib, koinotdagi to'liq manzilingizni bilmoqchi bo'lsangiz, u shunday bo'ladi. Ketbaliq to'plami majmuasi, Lanakiya, sumbula to'plami, mahalliy galaktikalar guruhi, Somon yo'li galaktikasi, Orion kamari, Quyosh tizimi, Yer sayyorasi. Keyin esa mamlakat, viloyat, ko'cha, pochta indeksi. Pochta indeksi muhim.